Braket qo'ydirgansiz, keyin olib tashlaganingizdan keyin braketlarda уже licheniyasi tugagandan keyin braketlaringizni yechdingiz. Orqaga qaytib ketishi mumkinmi demoqchimisiz? Qaytib ketishi mumkin. Lekin uni biz oldini olamiz. Qanday desangiz, unda retainer kappalar bor yoki retainerda o'zlari bor. Retainerda o'zi bu shunaqa narsaki, braketlarni yechgandan keyin tishlarni orqasiga bu narsa qotiriladi. Bu narsa shu fiksatsiya qiladi. Tishlaringizni hozirgi lecheniyadan keyingi положение qanaqa положениyaga kelgandan keyin, правильный положениyaga kelgandan keyin, u taqilgandan keyin shu положениyada ushlab berish uchun. Buni yechib taqmaysiz, bu несъемный, bu bitta stomatolog qo'yib beradi, ko'rigidan o'tab yutib yurasiz, bo'ldi. U retainerda doimiy постоянно turadi sizda, og'iz bo'shlig'ida, tishingiz orqasida turadi bu narsa. Sizga xalaqit bermaydi, hech nima qilmaydi. Prosta bir 6 oyda baribir stomatolog ko'rigiga kelib turasiz. Retainer kappalar bor. Retainer kappalar bu faqat kechasida. Uxlashdan oldin taqib, uxlagandan keyin, turgandan keyin yechiladigan kappa, retainer kappalar bo'ladi. Shularni agar disiplina bilan yaxshi taqib yurib, doimiy vaqtida taqmasdan yurmasa, unaqa qilmasa, to tishlar qaytib ketmaydi.